Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hayot bu cheksiz yo'l. Uning har bir burilishida bizni yangi tajribalar, kutilmagan hodisalar va albatta sinovlar kutib turadi. Inson bu dunyoga kelar ekan, u o'z shaxsiyatini, irodasini va qalbini aynan shu sinovlar orqali shakllantiradi. Hayotni go'zal bir manzarali yo'lga o'xshatish mumkin, ammo bu yo'l doimo tekis emas. Sinovlar bu yo'ldagi g'ovlar, tik qiyaliklar yoki to'satdan tushgan yomg'irdir. Ular bizni to'xtatish uchun emas, balki qadamlarimizni yanada mustahkamlash, ko'zimizni ochish va o'z imkoniyatlarimizni kashf qilish uchun yuboriladi. Hayot bu muammolarni hal qilish jarayoni. Siz muammolardan qochishingiz mumkin emas, faqat ularga munosabatingizni o'zgartirishingiz mumkin. Hayotga faqat qiyinchiliklar to'plami deb emas, balki bizni har kuni mukammallikka yetaklovchi ulug' bir maktab deb qarash kerak. Ayni damda hayotingizda sizni sinayotgan qiyinchiliklar bormi? Ularni yengish uchun o'zingizda qanday kuch topasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar videolarim siz uchun manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib, yaqinlaringiz bilan ulashib qo'yishni unutmang. E'tiborlaringiz uchun rahmat.